Bismillah. Xudo xolasa namozlar o'qib oldik. Peshin namozi degancha uxlab qolibman. Bizda bo'shab qolgan joylarga kimdir birpasda magazin quradi, qaynet quradi. Yana nimadir qilib, to'rtta devor qilib, chor devor qilib egallab qo'yadi. Endi shunaqa joylarga Xudo xolasa masjid qurishgan. Bo'shab qolgan joylarga masjid qurishgan. Hop, nariroqda ham qurib qo'yishgan. Hali 4 metr joy bo'lsa, 15 ta 20 ta odam sig'adigan bo'lsa, masjid qurib qo'yishaverar ekan. Bo'sh joymi yo sal ulamo o'tgan joymi, yo qattiqroq shamol bo'lgan joymi, nimaiki bo'lsa, hali muqaddas joy qilishmas ekanda, uni masjid qilishar ekan, o'z-o'zidan o'zi shunaqangi joy bo'lib qolar ekan. Ma'lumot o'rnida mehmonxonamdan chiqqandan keyin 4 tarafing qibla degan joy mana shu yerda bo'lar ekan. 4 tarafda hamma tarafida masjid bor. 4 tarafga o'tib qiblaga qarab namoz o'qilaverar ekan. Mana shu gapning ma'nosini shetga kelib tushundim, Xudo xolasa. Inshaalloh eshitgan bu videoni ko'rganlarga manfaatli bo'ladi.